börekte su yo'qolgandan keyin undan keyin shu bahni kuchlantiradigan dorilarni istemoq. Abdumjid aka, shu ba'zi erlar börekni kuchlantiradigan dorilarni yesimi qat'iy payda qilmayotgan. Shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi ukam. Meningki shu masala so'rayotgan topimizda o'sha erlarninki shu bah ojizlik to'g'risida so'rayotgan maslahati odatda boshqa kasallarga qaraganda nisbatan ko'p. Bu ham erlarninki o'ziga bo'lgan ishonchisini zo'r darajada tanlatib o'tib, shu dorilarga bo'lgan beqinishni nihoyatda kuchaytiryotadi. Shu sababdan o'zi orzu qilib yeyotgan bu dorilar ko'p qism erlarimizga bir ta'sir bermagandek, quvvat ato qilmagandek bir xil tuyg'u paydo qilib kelyotadi. Endi bu biz shu erlarga ishlatgan shu erlar kasalliklariga bularni böbrekni kuchlantiradigan dorilarni ishlatishning oldida cho'qim biz shu erning o'zida maz bezida yolliq bormi yo'qmi, yo'g'onash ahvoli bormi yo'qmi, buni tekshirib chiqishimiz kerak. Nima degan chog'da shu maz bezidagi har xil kasalliklar erlar kasalligininki bularni bah ojizligininki to'llab ketishini bevosita keltirib chiqara oladi. Shu odatda shunga böbrek ojizligi bilan shu maz bezidagi yallig'lanish odatda qo'shmoq bir tuqqanga o'xshash birligi. Anda bo'lsa birisi yalloq, birisi bo'lsa ojizlik. Biz tibobatda oldi bilan yallig'ni qaytaramiz. Yallig'ni qaytarish uchun suvoq tabiatli dorilarni ishlatamiz. Shu maz bezidagi yallig'lar, maz beziga har xil shunday kasallik alomatlari yo'qolgandan keyin undan keyin olingan böbrekni kuchlantirgan dorilarni ishlatsak, buning unumi shu bemorning o'zi orzu qilgan maqsadga yetkazib o'tadi. İkinci birisi börekteki su. Bu börekteki suni oldingi nima deb o'tdik. Börekning o'zi bir so'g'uq a'zo. Bu yana suvga chilinib tursa, nihoyat osonlan börekda zaiflashib kelib chiqib, börek ojizligi yoki bo'lmasa, bah ojizligini keltirib chiqarib qo'ydi. Shunga bunga biz oldi bilan shu bemorlarga shu börekteki suni yo'qotishni tavsiya qilamiz. Börekdeki su yo'qolgandan keyin, undan keyin shu bahni kuchlantiradigan dorilarni iste'mol qilish kerak. Undan bilak biz jigar manbalik, yurak manbalik, mingi manbalik jinsiy ojizlik to'g'risida so'zlagan. Agar o'sha a'zolarda ojizlik ko'rgan bo'lsa, oldin shu a'zolarninki xizmatini asiga olib bo'lgandan keyin, undan keyin börekni kuchlantiradigan dorilarni iste'mol qilsanglar, meningcha sizlar ko'zlagan maqsadga shu vaqt yetkazib bo'ladi deb qarayman. Men har kuni nocha tibobat bilimini so'zlab o'tibman. Ko'nglingiz yoqqan bo'lsa, g'anju qilib anglang. Yurak bir qanglar. Fikir taklif olsa, yazib qanglar. Ko'rishilamiz.